Farzand tarbiyasi bu ajdodlar va avlodlar o'rtasidagi dard va shifo halqasidir. Ko'p ota-onalar bolasiga baqiradi va mening oldimga keladi, bolamga bilmagan holda baqiryapman deydi. Lekin bu baqirishning ildizida aslida ota-onaning ichkarida bolalikda olingan og'riqlari, rad etilishlari, hurmatsizlik ko'rganliklari, o'zini qayerdadir keraksiz his qilganliklari va ichida men arzimayman degan tuyg'ulari qolib ketganligining yig'indisi va bolaga baqirishning belgisi. Agar odam, ota-ona o'z ichini shifolamasa, og'riq ichidagi og'riq ovozga aylanadi. Va bu ovoz mana shu oldida turgan begunoh bolaga qaratilib, ichidan ovoz ichki boladagi qolib ketgan bostirilgan narsa oldidagi turgan begunoh bolaga otiladi. Bola nimani ko'rgan bo'lsa, o'shani takrorlaydi. Ongsiz mana shu ota-ona ham bolaligida ko'rgan baqirishni bugun ulg'ayib, kattarib, ichiga yutgan, ko'rgan va shuni baqirishni endi bolasiga, oldidagi kelajak avlodga baqiryapti. Agar qiz bola onasining yig'laganini ko'rsa, shu yig'lagan og'riqlarni his qilib qolgan, o'ziga olgan bo'lsa, shu og'riqni takrorlaydi. Doim baqirilgan bola, baqirish eshitgan bola keyin munosabatlarda ham mana shu himoya usulini tanlaydi. Masalan, ota-onaning baqirgan eshitgan va o'zi kattarib ham mana shu baqirib o'zini himoya qiladi. Lekin aslida ichida judayam nozik, yarador bolasi bo'ladi. Qalb bolasi bo'ladi. Ana shu baqirayotgan onaning ham qalbida. Qattiq nazorat ostida o'sgan bolalar, o'g'il bola yig'lamaydi deb katta bo'lgan o'g'il bolalar kattargandan keyin o'zlarining hissiyotlarini yopib qo'yadi. Va yopib qo'yilgandan keyin tanadan hissiyotlarni chiqara olmaydi. Hayotda har xil darslarga duch kelganda hissiyotlari yopilgandan keyin yig'lamaslik kerak ekan deb ichiga bosib nima qiladi? Tanaga suv yig'ilishni boshlaydi. Har xil kasalliklarga olib keladi. Agar qiz bolalar qandaydir kichkinaligida nimadirni eplayotganda, o'zicha qiziqib nimadir deb bajarayotganda, sen eplay olmaysan, senda o'xshamaydi degan gaplarni eshitgan bo'lsa, mana shunday bolalar katta bo'lib turib, o'zlariga ishonmas, o'zlarini qadrsiz, o'zlarini arzimas, qimmatbaho narsalarga arzimas, men keraksizman degan his-tuyg'ular bilan katta bo'ladi. Tarbiya aslida gapda emas. Tarbiya ota-onaning ichki holatidir. Ichki holat shifolangan bo'lsa, ana shu shifo bilan farzandiga chiroyli shifoni bera oladi. Shifo qayerdan boshlanadi? Farzand tarbiyasi avvalo ota-onaning o'z bolalik dardlarini tan olish va ana shu dard og'riqlarini tozalashdan boshlanadi. Savol bering, o'zingizga anglang, his qiling, itarmang. Mana qo'lingizni ko'ksingizga qo'yib ko'ring. Men bolaligimda nimadan aziyat chekkanman? Hozir bolamga qaysi ichki og'riqlarim orqali gapiryapman? Bolamga baqirayotganimda ichimdagi qaysi yarador bir bo'lagim, bir yarador qismim baqiryapti? Savol bering, o'zingiz bilan haqqoniy gaplashib ko'ring. Ichki dardni tan olish zaiflik emas, bu ajdodlarni, avlodlarni qutqarish kuchi bu. Tan olish zaiflik emas. Uyimiz jannatga aylansin treningi siz mana shunday baxtli bolalarni yetkazdirish uchun qadam hisoblanadi. Siz ichingizda baxtli bolalikni yaratsangiz, bolangiz ham sizning atrofingizda qaddini tik tutgan baxtli bola bo'lib ulg'ayadi.